Bugun men siz bilan juda muhim masalani aniq va oddiy tilda tushuntirib bermoqchiman. 15 oktyabrdan 16 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq joriy qilinyapti degan xabarlar nimani anglatadi? Kimga taalluqli? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, yaqin qarindoshimiz yoki qo'shnimiz pensioner yoshida. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday mavzularda birgina noto'g'ri tushuncha odamni pensiya, nafaqa, imtiyoz yoki hujjat masalasida qiynab qo'yishi mumkin. Men avvalo eng muhim narsani aytib qo'yaman. 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiqdan gapni eshitgan odam darhol endi pensiyam to'xtaydimi? Endi bankdan pul yecha olmaymanmi? Endi ishga kira olmaymanmi? Endi safarga chiqa olmaymanmi? deb o'ylashi tabiiy. Chunki bunday sarlavhalar odatda odamni qo'rqitadigan qilib beriladi. Lekin amalda har qanday taqiqning mazmuni hujjatda qanday yozilganiga, u qaysi sohada qo'llanishiga va kimlarga nisbatan tatbiq etilishiga bog'liq. Oldin ko'p hollarda pensionerlar o'z pensiyasini odatdagi tartibda olib kelgan. Kimdir bank kartasi orqali, kimdir pochta orqali, kimdir ishonchnoma bilan yaqinlari orqali olgan. Ishlayotgan pensionerlar ham bo'lgan. O'zini o'zi band qilganlar ham bo'lgan. Qo'shimcha daromad qilganlar ham bo'lgan. Ayrim imtiyozlar. Masalan, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, dori-darmon, sanatoriy yo'llanmasi, transport yoki ijtimoiy yordam masalalari alohida tartib bilan ko'rilgan. Endi o'zgarish shundaki, 15 oktyabrdan keyin ayrim sohalarda pensionerlarning huquqiy holati, hujjat topshirish tartibi, tekshiruv, ro'yxatdan o'tish yoki ma'lum xizmatlardan foydalanish qoidalari qat'iyroq nazorat qilinishi mumkin. Taqiq deganda hamma pensionerga hamma narsa man etiladi degani emas. Men buni ekspert sifatida alohida urg'u bilan aytaman. Har qanday yangilikda birinchi navbatda kimga, qaysi holatda, qaysi hujjat asosida, qachondan degan savollarga javob topish kerak. Birinchi navbatda hujjatlar tartibda bo'lmagan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, bank kartasi, telefon raqami. Pensiya ishi bo'yicha ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, bunday odam keyinchalik xizmatlardan foydalanishda muammoga duch kelishi mumkin. Bu pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin to'lov kechikishi, qayta tasdiqlash talab qilinishi yoki qo'shimcha ma'lumot so'ralishi mumkin. Ikkinchi guruh boshqa odam nomidan pensiya olayotganlar. Masalan, pensionerning o'zi yura olmaydi. O'g'li yoki qizi ishonchnoma bilan pulni olib keladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, notarial hujjat to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki bank ma'lumotlari yangilanmagan bo'lsa, 18 oktyabrdan keyin nazorat kuchayganda pul olish jarayoni to'xtab qolishi mumkin. Bu yerda ham taqiq pensionerning puliga emas, noto'g'ri yoki muddati o'tgan tartibga qo'yiladi. 3-guruh ishlayotgan pensionerlar, 60 yoshdan oshgan ayollar yoki erkaklar orasida hali ham ishlayotganlar ko'p. Kimdir maktabda qorovul, kimdir bog'chada oshpaz, kimdir bozorda savdo qiladi, kimdir kichik do'kon yuritadi, kimdir taksichilik qiladi. Agar yangi talab mehnat sharoiti, tibbiy ko'rik, xavfsizlik, og'ir ishlar yoki ayrim kasblar bo'yicha cheklov bilan bog'liq bo'lsa, u holda hamma pensionerlarga emas, aynan shu faoliyat turida ishlayotganlarga tegishli bo'ladi. Masalan, og'ir yuk ko'tarish, xavfli ishlab chiqarish, tungi smena yoki sog'liq uchun zararli joylarda ishlash masalasida yosh va salomatlik bo'yicha cheklovlar bo'lishi mumkin. 4-guruh chet elga chiqish, uzoq muddat yashash yoki boshqa hududga ko'chish bilan bog'liq pensionerlar. Agar pensioner O'zbekistonda pensiya olib, lekin uzoq vaqt boshqa davlatda yashasa yoki yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bu holat pensiya tizimida aniqlashtirilishi kerak bo'ladi. Ba'zan odam mening pensiyam kartaga tushyapti, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin tizimda yashash joyi, fuqarolik, tiriklikni tasdiqlash, bank operatsiyasi yoki ishonchnoma bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz, pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa va siz hech qanday shubhali sxema orqali pul olmayotgan bo'lsangiz, vahimaga tushmang. Oddiy pensioner uchun bunday o'zgarishlar ko'pincha faqat tartibni aniqlashtirish, nazoratni kuchaytirish yoki ayrim xizmatlarni yangilash bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, 63 yoshli onaxon
har oy pensiyasini bank kartasi orqali oladi. ID kartasi bor. Telefon raqami o'z nomida bank ilovasidan foydalanmaydi. Lekin karta ishlayapti. U mahalladagi bankomatdan pul yechadi yoki do'konda karta bilan to'laydi. Bunday holatda Omondako'l Oktyabrdan taqiq degan gapni eshitib, darhol pensiya to'xtaydi deb qo'rqish shart emas. Faqat bankdan, pensiya bo'limidan yoki mahalladan rasmiy chaqiriq bo'lsa, borib ma'lumotni yangilash kerak. Yana bir misol, 67 yoshli erkak kishi pensiyada, lekin uyda kichik issiqxona qiladi. Pomidor, bodring yetishtirib, ba'zan bozorga chiqaradi. Agar u rasmiy tadbirkor bo'lmasa ham, oilaviy daromad uchun mehnat qilayotgan bo'lsa, uning pensiyasini o'z-o'zidan olib qo'yishmaydi. Lekin daromad, soliq, o'zi band qilish yoki subsidiya masalasi bo'lsa, alohida tartib talab qilinishi mumkin. Shuning uchun har bir vaziyatni alohida ko'rish kerak. Keling, vaziyatni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi vaziyat. Pensioner oyiga 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. U pulni o'zi kartadan yechadi. Hujjatlari joyida. Bunday odam uchun asosiy xavf nimada? Asosiy xavf yolg'on xabarlar va firibgarlikda. Kimdir telefon qilib, "Bo'linbek Oktyabrdan pensiyangiz blok bo'ladi. Karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting" desa, hech qachon aytmang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Taqiq haqida gapirib qo'rqitish orqali kartadagi pulni yechib olish holatlari ko'p uchraydi. Ikkinchi vaziyat. 72 yoshli buning pensiyasini nevarasi olib keladi. Ishonchnoma 2023 yilda berilgan, muddati tugagan. Buvining o'zi yura olmaydi. Agar nazorat kuchaysa bank, ishonchnoma eskirgan, yangisini olib keling deyishi mumkin. Bu pensiya yo'qoldi degani emas. Amaliy yechim bor, notarius chaqirish. Uyga borib rasmiylashtirish imkoniyatini so'rash, mahalla yoki ijtimoiy xodim yordamida hujjatlarni tayyorlash kerak. Uchinchi vaziyat, 61 yoshli ayol pensiyada, lekin maktab oshxonasida ishlaydi. Agar yangi talab tibbiy ko'rik bilan bog'liq bo'lsa, u ishlashni davom ettirishi uchun tibbiy daftarcha, mehnat shartnomasi, ish beruvchining buyrug'i va sog'lig'i bo'yicha xulosa kerak bo'lishi mumkin. Bu ayolning yoshiga qarab darhol ishdan bo'shatilsin degani emas. Lekin ayrim lavozimlarda salomatlik va xavfsizlik talablari kuchli bo'ladi. 4-vaziyat. 65 yoshli erkak Rossiyada farzandlari bilan yashaydi. Pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushadi. Kartadan pulni O'zbekistondagi qarindoshi yechadi. Bu holatda eng ko'p savol tug'iladigan joy tiriklikni tasdiqlash, yashash manzili va ishonchnoma masalasidir. Agar tizim yangilansa yoki tekshiruv bo'lsa, pensionerning o'zi qayerda? U pulni o'zi olyaptimi? Ishonchnoma bormi? degan savollar chiqishi mumkin. Shuning uchun chetda yurgan pensionerlar elchixona, konsullik, pensiya jamg'armasi yoki bank orqali hujjatlarni oldindan aniqlashtirib qo'yish kerak. Men ko'p odamlar e'tibor bermaydigan birinchi nozik jihatni aytaman. Taqiq bilan tartibni adashtirmaslik kerak. Masalan, endi pensionerlar faqat karta orqali oladi deyilsa, bu pensiya olish taqiqlanadi degani emas, balki to'lov shakli o'zgaradi degani bo'lishi mumkin. Endi ishonchnoma yangilanishi shart deyilsa, bu yaqinlari pul olib bera olmaydi degani emas, balki hujjat qonuniy bo'lishi kerak degani. Ikkinchi nozik jihat, oltin yosh chegarasi hamma uchun bir xil huquqiy natija bermaydi. Ayollar va erkaklarda pensiya yoshi ish staji, imtiyozli pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, ijtimoiy nafaqa kabi yo'nalishlar turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun 60 yoshdan oshgan degan umumiy ibora ichida juda ko'p toifa bor. 60 yoshli ishlayotgan ayol bilan 78 yoshli uyda parvarishga muhtoj ota bir xil tartibga tushmasligi mumkin. Uchinchi nozik shart, bank kartasi va pensiya huquqi boshqa narsa. Karta blok bo'lsa, pensiya bekor bo'ldi degani emas. Karta muddati tugashi, PIN kod xato kiritilishi, bank xavfsizlik tekshiruvi, telefon raqami o'zgarishi yoki shubhali operatsiya sabab karta vaqtincha ishlamasligi mumkin. Bunday holatda banka boriladi, karta yangilanadi, identifikatsiya qilinadi. Pensiya huquqi esa pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organ ma'lumotlari asosida belgilanadi. 4-nozik jihat. Firibgarlar aynan shunday xabarlardan foydalanadi. Ular rasman taqiq chiqdi, bugun oxirgi kun pulingiz kuyadi, plastik kartangiz yopiladi deb qo'rqitadi. Keyin karta raqami amal qilish muddati, SMS kod, pasport rasmi, bank ilovasi parolini so'raydi. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, hech kimga bank ilovangiz parolini aytmang, telefon orqali kelgan havolaga bosmang.
Rasmiy idora sizga Telegramdagi noma'lum akkaunt orqali hujjat yuborib, karta ma'lumotini so'ramaydi. Ayrim pensionerlar uchun istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, parvarishga muhtoj pensionerlar, urush yoki mehnat faxriylari, alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar odatda umumiy tartibdan tashqari qo'shimcha yordam mexanizmlariga ega bo'ladi. Bunday odamlar hujjat topshirish uchun idora yurishga majbur bo'lmasligi kerak. Ularga mahalla, ijtimoiy xodim yoki vakolatli tashkilot yordam berishi mumkin. Yana bir alohida holat pensioner sud qarori, qarzdorlik, aliment, kredit yoki ijro hujjati sabab pensiyasining bir qismidan ushlab qolinayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar buni ham taqiq deb tushunadi. Aslida bu alohida huquqiy jarayon. Pensionerning bank kartasiga pensiya tushadi, lekin qarzdorlik sabab ma'lum foizi ushlab qolinadi. Bu holatda bankni ayblashdan oldin ijro hujjati, sud qarori yoki kredit shartnomasini tekshirish kerak. Yana bir muhim nuqta, pensioner vafot etganidan keyin uning kartasiga tushgan pulni qarindoshlar ishlatishda davom etsa, bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalar baribir otamizning puli edi deb o'ylaydi. Lekin pensiya tirik shaxsga tayinlanadi. Vafotdan keyingi ortiqcha to'lovlar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun o'lim holati bo'lsa, tegishli idoralarga vaqtida xabar berish kerak. Aks holda keyinchalik qarzdorlik, tekshiruv, hatto huquqiy javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili, ishonchnoma bo'lsa uning muddati. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, bugun erta yangilashga harakat qiling. Ikkinchi qadam, pensiya qaysi yo'l bilan kelayotganini aniqlang. Karta orqalimi, pochta orqalimi, ishonchnoma orqalimi, boshqa shaxs yordamidami? Agar pensioner pulni o'zi ola olmasa, ishonchnoma to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Notariusga boring yoki pensioner yura olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Bu xarajat va vaqt talab qilishi mumkin, lekin keyingi muammolarning oldini oladi. Uchinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla idorasi, pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy telefon raqamlari orqali ma'lumot oling. Internetdagi har bir videoga, har bir sarlavhaga, har bir ovozli xabarga ishonmang. Ayniqsa, hamma pensionerga taqiq. Pensiya to'xtaydi. Bugun oxirgi imkoniyat kabi gaplar bo'lsa, 2 karra tekshiring. 4-chi qadam, yozma javob olishga harakat qiling. Agar sizga taqiq bor, siz pul ola olmaysiz, sizning pensiyangiz to'xtaydi deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi qaror asosida, qaysi modda asosida, qaysi sabab bilan, qancha muddatga, qanday tiklash mumkin deb so'rang. Ariza yozing. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami va muammo mazmunini aniq ko'rsating. Masalan, menga tayinlangan pensiya to'lovi nima sababdan amalga oshmayotganini tushuntirib berishingizni hamda muammoni bartaraf etish tartibini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5-qadam, bank masalasini alohida tekshiring. Agar pul tushgan, lekin yecha olmayotgan bo'lsangiz, bu pensiya idorasi emas, bank muammosi bo'lishi mumkin. Karta muddati, blok holati, PIN kod, telefon raqam, bank ilovasi, filialdagi identifikatsiya tekshiriladi. Bankdan ma'lumotnoma yoki izoh so'rang. Pensiya tushmaganmi yoki tushgan, pul bloklanganmi degan savolni aniq ajrating. 6-qadam, yaqinlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa katta yoshdagi odamlar telefon firibgarligiga ko'proq ishonib qolishi mumkin. Ularga ayting, hech kimga SMS kod aytilmaydi, karta rasmi yuborilmaydi, pasport rasmi begona odamga berilmaydi. Telegram orqali kelgan havolaga bosilmaydi. Agar kimdir men bankdanman desa, telefonni qo'yib, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 7-qadam. Ishlayotgan pensionerlar mehnat hujjatlarini tartibga keltirsin. Mehnat shartnomasi bormi? Ish beruvchi rasmiy buyruq chiqarganmi? Tibbiy ko'rik talab qilinadimi? Ish joyi xavfsizmi? Ish haqi rasmiy to'lanyaptimi? Agar pensioner norasmiy ishlayotgan bo'lsa, keyinchalik na pensiya, na ish haqi, na mehnat huquqi bo'yicha o'zini himoya qilish qiyinlashadi. Rasmiy ishlash pensionerga zarar emas, aksincha ko'p holatda himoya beradi. Agar pensiya to'lovi bilan bog'liq muammo bo'lsa, birinchi navbatda tuman yoki shahar
pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar bank kartasi bilan bog'liq muammo bo'lsa, kartani bergan bank filialiga boring. Agar hujjat, ID karta, yashash manzili, elektron xizmatlar bilan bog'liq masala bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish mumkin. Agar yolg'iz keksa, nogironligi bo'lgan yoki parvarishga muhtoj pensioner bo'lsa, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodim orqali amaliy yordam so'rash kerak. Ariza yozganda his tuyg'u bilan emas, fakt bilan yozing. Meni qiynashyapti deb umumiy yozishdan ko'ra. 2024 yil 15 oktyabrdan keyin pensiya to'lovim amalga oshmadi. Bank kartam orqali mablag' yetish imkoni bo'lmadi. Menga falon hujjat talab qilindi, lekin asos tushuntirilmadi deb yozing. Arizaga pasport nusxasi, bank ma'lumotnomasi, pensiya hujjati, ishonchnoma nusxasi, agar mavjud bo'lsa SMS yoki bildirishnoma skrinini ilova qiling. Men alohida ta'kidlayman, hujjatlaringizni kimga berayotganingizni biling. Rasmiy idorada hujjat topshirish boshqa. Ko'chadagi men hal qilib beraman degan odamga pasport va karta berish boshqa. Pensionerlarning muammosidan foydalanib pul ishlaydiganlar bor. Pensiyangizni 2 barobar qilib beraman. Taqiqni olib tashlayman. Ichkarida odam bor degan gaplarga ishonmang. Qonuniy masala faqat rasmiy ariza, rasmiy tekshiruv va rasmiy javob bilan hal bo'ladi. Demak, 15 oktyabrdan 60 yoshdan oshgan pensionerlarga taqiq degan xabarni eshitganda birinchi navbatda vahima qilmaslik kerak. Men tushuntirgan eng asosiy fikr shuki, taqiq degani hamma pensioner pensiyasidan ayriladi degani emas. Ko'p hollarda gap hujjat, to'lov tartibi, ishonchnoma, bank identifikatsiyasi, ish sharoiti yoki nazorat kuchayishi haqida bo'lishi mumkin. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kim pensiyasini qonuniy olayotgan bo'lsa, kim bank va pensiya ma'lumotlarini yangilab qo'ygan bo'lsa, u ortiqcha qo'rqmasligi kerak. Lekin hujjati eskirgan, ishonchnomasi tugagan, chet elda yurgan, boshqa odam nomidan pul olayotgan, bank kartasi bloklangan yoki norasmiy ishlayotgan pensionerlar albatta o'z holatini tekshirtirsin. Bugun tekshirtirish ertaga katta muammoning oldini oladi. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday xabarlar tarqalyapti? Siz yoki yaqinlaringiz pensiya, bank kartasi, ishonchnoma yoki 10 oktyabrdan keyingi yangi tartib bo'yicha muammoga duch keldingizmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali deb bilsangiz like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz hamda pensioner tanishlaringizga yuboring.